Men bo'ldi. Zerikdim. Xudo haqqi zerikdim bor-ku. Jo'rimga tegdi xudo haqqi. Navbatda turaman, uxlamayman. Boraman, keyin kira qilaman. Charchab yana uyga o'tiraman. Boraman, mashinani qo'yaman. Qachon gazlar ochilsa, keyin ishlayman. Nima qilasan? Mashinani olib qo'yasan. Olib qo'yasan, ha? Ha. Keyin uydagilarning ertasi kuni och qolsin. Zo'r-ku. Nima sen hozir mana bu yerda uxlamasdan ochayotga turib borib yana ustiga kira qilganingni nima uydagilaring bilmaydi deb o'ylaysanmi? Bilmaydi deb o'ylaysanmi? Uyga borasan, shu o'g'lim, shu erim kelibdi. Ko'chadagi muammolar o'ziga o'zi yetarli. Hammasini bilib turibmiz. Yana yuziga biz xumrayib turamizmi qo'lidagi 4 ta nonni ko'rib? Ha? Yo'q. Yuzingga tabassum bilan qarab turishadi, bilasanmi shuni? Ko'chadagi muammolar yetib ortadi. Hech bo'lmasa uyi tinchligini, uydagilar xursandligini bilsin deydi. Ko'chada bemalol yursin, ishlasin deydi. Meni erkak, o'g'il bola, kerak bo'lsa ochotda ham turasan. Uxlamasdan borib ishlaysan, shundaymi? Shundaymi? Chunki sen erkaksan. Erkaksan. Agar xohlasang, pajalisto, hozir bemalol hech kim gapirmaydi. Bor, jinsingni o'zgartir. No, odamlar bir ikki marta ustingga kulishi mumkin, gapirishi mumkin. Bo'ldi, hammani esdan chiqadi keyinchalik. Yurasan. Bu narsa qo'lingdan kelmaydimi? Demak, mana bu yerda o'tir. O'tir, ishlaymiz. Bo'ladi. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Sabr qilgin erkak, zo'r bo'ladi.